Hozirgi kunda hamma sevib iste'mol qilayotgan chokolokma shirinligini eng oson retseptini o'rgataman. Bitta yurakchani bosib qo'yib, videoni ko'rishda davom eting. Sutni ilitib olamiz va qolgan mahsulotlarni ham birin-ketin solamiz. Video ostida hamma mahsulotlarning grammlarini yozib qoldiraman. Un solib, xamir qoramiz. Xamirimiz sal yopishqoroq bo'lgani yaxshi va oshirishga olib qo'yamiz. Oshgan xamirni ozginagina un bilan yoyib chiqasiz. 2-3 sm qalinlikda yoyib chiqsangiz bo'ladi. Uyingizda baklashka bormi? O'shani qopqog'ini olasizda, videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqasiz. Bittagina qopqoq bilan chiroylikkina yumaloq shakl tayyor bo'ldi. Tovani qizdirib, yog' solamiz. Yog' qizigach, o'rta olovda to'xtamasdan aralashtirib turib pishirib olamiz. Shirinligimiz tayyor bo'ldi. O'z nomi bilan choko bo'lgani uchun shokoladlarni eritamiz va xohishga qarab bezatamiz. Siz qaysi viloyatdansiz? Sizda aynan shu shirinlikni qanday nomlashadi? Izohlarda nima shirinlik tayyorlashni bilmay o'tirgan yaqinlaringizga retseptni yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan-da ko'p retseptlarni topasiz. Shirinlikni ko'rib, ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.